Hurmatli talaba, bugungi akademik ko'nikmalar va kasbiy kompyuterlik fanlar birinchi mavzuimiz iqtisodiyotning asosiy yo'nalishlari va vazifalari. Rejalarimiz quyidagilardan iborat. Iqtisodiyot va jahon iqtisodiyoti ko'p qirrali fan bo'lib, doimiy ravishda shakllanadi va rivojlanadi. Talabalar ushbu yo'nalish bo'yicha quyidagi asosiy fanlarni o'rganadilar. Jahon iqtisodiyoti, xalqaro shartnomalar, xalqaro iqtisodiy tashkilotlar, xalqaro menejment, integratsiya va iqtisodiy globallashuv, xalqaro marketing, jahon iqtisodiyoti, diplomatiya va biznes etiketi kabilarni o'z ichiga oladi. Turizm mutaxassisi qaysi sohalarda ishlashi mumkin? Davlat tashkilotlarida, davlat yoki qo'shma korxonalarda, iqtisodiy oliy o'quv yurtlarida, tashqi iqtisodiy faoliyat olib boruvchi tijorat tuzilmalarida, firmalarda, xalqaro tashkilotlarda, ilmiy tadqiqot markazlarida. Tezkor martaba o'sishi va rahbarlik lavozimini egallash uchun kasbiy bilimlardan tashqari quyidagi sifatlar ham zarur bo'ladi. Detallarga e'tibor qaratish qobiliyati, tezkor reaksiya qobiliyati, diqqatlilik, savodlilik va mehnatsevarlik, yaxshi xotirga ega bo'lish, kamida ikki chet tilni bilishi bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Sizga bu bilim va sifatlarni kim o'rgatadi? O'z ishining ustalari, ilmiy darajaga ega o'qituvchilar, xalqaro tajribaga ega o'qituvchilar, o'z sohasida keng bilimga ega mutaxassislar, o'z ko'nikmalarini o'rgatishga va o'rgatishga tayyor ustozlar, talabalarni sevuvchi va doimo qo'llab-quvvatlashga tayyor murabbiylar. Talabalardan nima talab qilinadi? Ya'ni sizlar o'z majburiyatlaringizni, o'z bilimlarni olishda davom etishingiz demak bo'ladi. O'rganishga xohish, ya'ni sizda xohishi bu bilimlarni egallagandan keyin demak yuksak darajaga chiqishga demak tayyor bo'lishingiz kerak bo'ladi. O'qish mukammal darajada, shu ya'ni o'zingiz har kun davomli o'z vazifalaringizni o'z demak yana o'qish kerak bo'ladi va shu nomerni ko'ringlar, qabul ishonch bilan o'qishning barcha maqsadlariga erishsin. Zamonaviy kasb va ko'nikmalar, xalqaro malaka, talab va taklif. Ta'lim yondoshuvining maqsadi va vazifalari. Ta'lim yondoshuvining maqsadi va vazifalarining turli falsafasiga bog'liq, biroq ularni umuman olganda shaxsni rivojlantirishga, o'quvchilarning bilim va ko'nikmalari darajasini oshirishga, tanqidiy tafakkurni shakllantirishga yo'naltirilgan bo'ladi. Keng ma'noda ta'limiy yondashuvlar quyida maqsad va vazifalarni o'z ichiga oladi. Ular birinchidan demak ilm, san'at, adabiyot, iqtisod, matematika va boshqa sohalarda akademik bilimlar ham faktlarni yetkazish, ko'nikmalarni rivojlantirish, amaliy va intellektual ko'nikmalarni o'rgatish, jumladan muammolarni hal qilish ko'nikmalari, mantiqiy tafakkur, ijodkorlik va o'zini ifoda etish qobiliyatini rivojlantirish. Sotsializatsiya, ijtimoiylashuv, tushunchalarga, ijtimoiy me'yor qoidalariga rioya qilish, yordam berish, shaxslar va ko'nikmalarni rivojlantirish, jamoada ishlashni o'rganish, boshqa madaniyatlar va odamlarga hurmat bilan munosabatda bo'lish. Bilamizki, ishga joylashganingizdan keyin ham ish topishda ham jamoa bilan birga ishlash bu muhim vazifa hisoblanadi. Tanqidiy tafakkurni shakllantirish, o'quvchilarning mavzularni savollar berish, yechim izlash va asosiy xulosalar chiqarish, olib borish qobiliyatini chiqara olish qobiliyatini rivojlantirish. Maqsadlar boshqa ko'nikmalarni rivojlantirish. Fuqarolik mas'uliyati, fuqarolik burchi, jamiyat oldidagi mas'uliyat hamda ijtimoiy hayotda faol ishtirok tuyg'usini tarbiyalash. Sozuvchilik va adaptivlik, zamonaviy dunyoning o'zgarishlarga moslasha olish qobiliyatini rivojlantirish, innovatsiyalarga va yangi chaqiriqlarga tayyor bo'lish. Aniq vazifalar ta'lim modeliga bog'liq bo'ladi. An'anaviy, konstruktivlik, progressiv yoki boshqa har qanday modelga. Amaliy asosiy ilmiy kompetensiyalar va ilmiy tamoyillar va usullarni tushunish hamda ulardan samarali foydalanish uchun zarur bo'lgan asosiy ko'nikmalar va bilimlar. Ular quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi. Birinchi navbatda ilmiy fanlarning asoslarini bilish, tabiiy fanlar sohasidagi asosiy tushunchalar va nazariyani tushunish. Tabiiy ekologiya sohasidagi asoslanadi. Ilmiy metod, ilmiy gipoteza va savollarni tushunish qobiliyati. Tajriba ma'lumotlarni tizimlash va tahlil qilish hamda ularni talqin qilish. Tanqidiy fikrlar, ilmiy ma'lumotlarni rahbar qilish va ishonchli baholash qobiliyati. Mantiqiy xatolar va ilmiy
noto'g'ri tushunchalardan o'tkazish qobiliyati, faktlarni fikrlarni ajratib bilish qobiliyati, matematik savodxonlik, ilmiy masalalarni hal qilishda matematik modellar va vositalardan foydalanish, statistikani tushunish va nuqtai ma'lumotlarni tahlil qilish qobiliyati, axborot savodxonligi bu turli manbalardan ilmiy ma'lumotlarni topish, baholash va foydalanish qobiliyati, ilmiy adabiyotlar va axborot bazalaridan ushlash ko'nikmalari. Oltinchisi bu ekologik xabardorlik, ya'ni global ekologik muammolarni hal etishda fanning rolini tushunish, inson faoliyatini atrof muhitga ta'sirini baholash va barqaror rivojlanish uchun ilmiy asoslangan yechimlarni taklif qilish qobiliyati. Yettinchisi muloqot va hamkorlik, ilmiy g'oyalarni va tadqiqot natijalarini og'zaki ham yozma shaklda ham aniq ifodalash qobiliyati, jamoada ishlash, ilmiy muammolarni muhokama qilish, faoliyatni boshqalar bilan qo'shish qobiliyati, ilmdagi etika qoidalari, tadqiqotlarni olib borish halollik va mualliflik huquqlariga rioya qilish o'z ichiga olgan ilmiy etik prinsiplarni tushunish, ilmiy kashfiyotlar va texnologiyalarning ijtimoiy qo'llash qobiliyati. Ushbu kompetensiyalar ilmiy fikrlash rivojlanishning asosini tashkil etadi va zamonaviy ilmiy va texnologik dunyoda samarali yo'nalishga yordam beradi. Zamonaviy mehnat bozori doimiy ravishda o'zgarib turadi yoki va ko'plab kasb va texnologik yutuqlar va jamiyat ehtiyojlarining o'zgarishi sabab bo'lib qoladi. Ma'lumotlar tahlilchisi, data scientist asosida qarorlar qabul qilish uchun ma'lumotlarni tahlil qilish, dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchisi, programmatsiyachi, dasturiy ilovalarni yaratish va qo'llab-quvvatlash, kiberxavfsizlik bo'yicha mutaxassis, axborot tizimlarini tahdidlardan himoya qilish, dizayner va qulay jozibali interfeyslarni loyihalash, raqamli media marketing bo'yicha mutaxassis, mahsulot va xizmatlarni internetdan targ'ib qilish, sun'iy intellekt bo'yicha mutaxassis, algoritmlar, artificial intelligence algoritmlari va modellarni ishlab chiqish, barqaror rivojlanish bo'yicha konsultant, kompaniyalarni barqaror amalga o'tishda yordam berish, loyiha menejeri, maqsadlarga erishish uchun loyihalar va jamoalarda tomonlarni boshqarish, kontent menejer, veb-saytlar va ijtimoiy tarmoqlar uchun kontent yaratish va boshqarish, virtual haqiqat va kengaytirilgan haqiqat bo'yicha mutaxassis uchun loyihalar va kontent ishlab chiqish. Ko'nikmalar, tahliliy fikrlash, ma'lumotlarni tahlil qilish, xulosalar chiqarish qobiliyati, dasturlash tillarini bilish, muloqot kasblarni va mijozlar bilan samarali muloqot qila bilish qobiliyati, tanqidiy fikrlash, ma'lumotlarni baholash va asosli qarorlar qabul qilish qobiliyati, moslashuvchanlik, ish muhitidagi o'zgarishlarga tez moslasha bilish qobiliyati, vaqtni boshqarish, time management vazifalarni bajarish uchun vaqtni samarali tashkil qilish, foydalanish, jamoada ishlash, umumiy maqsadlarga erishish uchun boshqalar bilan hamkorlik qilish qobiliyati, chet tillarni bilish, bu ayniqsa ingliz tilini xalqaro muhitda ishlash uchun, ya'ni turizm sohasi bo'ladi, boshqa sohalarda ham chet tilini bilish keng imkoniyatlarni demak beradi. Texnik savodxonlik bu zamonaviy texnologiyalar va vositalar bilan ishlash qobiliyati. Ushbu ko'nikmalar sizga kelajakda mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lib qolishga yordam berishi mumkin. Talab va taklif kontekstida xalqaro malaka, global mijozlar va xususiyat bilan bog'liq turli jihatlarga quyida e'tiborga olish lozim bo'lgan asosiy jihatlarni keltirilgan. Xalqaro jadvallardagi talab va taklif. Birinchi navbatda talab. Global talab turli mamlakatlarda iste'molchilarning afzalliklari, daromadlari, mahsulot va xizmatlariga bo'lgan talabga qanday ta'sir qilishi o'rganiladi. Talabning elastikligini, narx o'zgarishi, turli hududlarda talab qilinadigan mahsulot miqdoriga qanday ta'sir qilishi tushunish. Ikkinchisi taklif. Global taklif O'zbekiston narxi, texnologiyalar va siyosiy sharoitlarga mahsulot va xizmatlar taklifiga ta'sir etuvchi omillarni tahlil qilish. Ikkinchisi taklif. Global taklif xususan narxi, texnologiyalar va siyosiy sharoitlarga mahsulot va xizmatlar taklifiga ta'sir qiluvchi omillarni tahlil qilish. Ishlab chiqarish xarajatlari, turli mamlakatlarda mehnat va material xarajatlaridagi farqlar taklifga qanday ta'sir qilishi o'rganiladi. Xalqaro savdo to'siqlari, tariflar va kvotalarning xalqaro bozorlarda mahsulotlarga bo'lgan talab va taklifga ta'siri, erkin savdo shartnomalari, ular mamlakatlar o'rtasidagi talablarning muvozanatini qanday o'zgartirishi mumkinligi. Malaka, ta'lim va sertifikatlash, xalqaro savdo, iqtisodiyot va biznes sohasidagi malakalar, talab va taklif mavzularining qabul bo'ladigan diplomlar, sertifikatlar va kurslar o'z ichiga olishi mumkin. Ma'lumotlarni tahlil qilish, ko'nikmalarni, talab va taklif tendensiyalarini prognoz qilish uchun bozor ma'lumotlarini tahlil qilish qobiliyati. Amaliyotga tatbiq qilish.
tatbiq qilish, marketing strategiyalari, kompaniyalar xalqaro bozorlar talablarga o'zgarishlarga qarab strategiyalarni qanday moslashtirishi mumkin. Narx siyosati talab, global talab va taklif omillarining omillarni hisobga olgan narxlarni belgilash. Ushbu jihatlarni o'rganish xalqaro bozorlarning qanday ishlashini, kompaniyalar va davlat iqtisodiyoti samarali faoliyat yuritishini yaxshi tushunishga yordam beradi. Firma ochish uchun bosqichlar. Demak, bu talabalarni talaba istaklaridan kelib chiqqan holda bu narsalarni ham tahlil qilib chiqamiz. Biznes yo'nalishni aniqlash, faoliyat turi. Turizm va xizmatlari, masalan, ichki turizm, ekskursiya xizmatlari, tur paketlar tuzish kabilardan iborat.